Assalomu alaykum, aziz pensionerlar. Bugun siz bilan juda muhim bir masalada suhbatlashamiz. Shoshilinch xabarim bor. Agar siz may oyida pensiya yoki nafaqalaringizni muammosiz, to'liq hajmda olishni istasangiz, aprel oyining oxirigacha bajarishingiz shart bo'lgan 5 ta narsa bor. Bu ma'lumot har biringiz uchun, har qanday pensioner uchun hayotiy ahamiyatga ega. Agar shuni unutib qo'ysangiz, may oyidagi to'lovlarda jiddiy uzilishlar yoki kamayishlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Har bir sozimni yodda tuting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot boshqa muhtojlarga ham yetib boradi. Avvallari pensiya tizimida ko'plab jarayonlar ancha sekin va ba'zan murakkab kechar edi. Hujjatlarni topshirish, ma'lumotlarni yangilash uchun ko'proq vaqt berilar. Ba'zi o'zgarishlar esa avtomatik tarzda pensionerning ishtirokisiz ham hisobga olinardi. Masalan, agar kimdir ish stajini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlarni bir oz kechikib topshirsa ham, bu uning keyingi oylik pensiyasiga darhol ta'sir qilmasdi. Yoki bank kartasining muddati tugasa, banklar ko'pincha pensiya fondi bilan aloqa qilib, masalani hal qilishga harakat qilishardi. O'zbekistonda pensiya tizimi yillar davomida ancha soddalashtirildi va avtomatlashtirildi. Ammo bu soddalashuv bir tomondan pensionerlarning qulayligini oshirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ulardan ma'lum muddatlarda zarur choralarni ko'rishni talab qiladi. Bugungi kunda esa raqamlashtirish va byurokratik jarayonlarni qisqartirish siyosati tufayli har bir o'zgarish yoki yangi ma'lumot juda tez va aniq muddatlarda qayta ishlanadi. Bu degani, agar siz ma'lum bir hujjatni yoki arizani belgilangan muddatda, ya'ni aprel oyining oxirigacha taqdim etmasangiz, may oyidagi pensiya yoki nafaqa to'lovlari xuddi shu aniqlik bilan kechiktiriladi yoki umuman to'xtatiladi. Oldinlari qog'ozbozlik deb atalgan jarayonlarda ba'zan ko'z yumilgan holatlar hozirda deyarli yo'q. Endi tizim avtomatik tarzda ishlaydi. Ma'lumot bor, to'lov bor, ma'lumot yo'q, to'lov yo'q. Aynan shuning uchun ham aprel oyining oxirigacha bajarilishi kerak bo'lgan 5 ta narsa hayotiy ahamiyatga ega. Chunki tizimga kirgan har qanday o'zgarish keyingi oyning pensiya to'loviga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Bu birinchi navbatda fuqarolarning shaxsiy mas'uliyatini oshirishga qaratilgan. Birinchi muhim narsa pensiyani qayta hisoblash, rekalkulatsiya uchun ariza berish muddati. Demak, birinchi va eng muhim narsa bu pensiyani qayta hisoblash, ya'ni rekalkulatsiya qilish masalasi. Kimlar bu haqda qayg'urish kerak? Agar sizning pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi biror yangi ma'lumot yoki hujjat paydo bo'lgan bo'lsa, bu aynan sizga tegishli. Masalan, siz nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etdingiz va shu vaqt ichida qo'shimcha ish staji topladingiz. Yoki oldinroq topshira olmagan maoshingiz haqidagi ma'lumotnomani, ya'ni daromadlar to'g'risidagi hujjatlarni endi qo'lga kiritdingiz. Shuni yodda tutingki, sizning qo'shimcha ish stajingiz yoki yuqori maoshingiz pensiya jamg'armasida qayd etilmas ekan, pensiyangiz miqdori o'zgarishsiz qolaveradi. Agar aprel oyining oxirigacha murojaat qilmasangiz, may oyidagi pensiyangizda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Keling, konkret misol bilan ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, siz 2022 yil dekabr oyida pensiyaga chiqqansiz. Pensiyangiz o'rtacha bir 5 million so'm etib belgilangan. Lekin siz 2023 yil davomida ham ishlashda davom etdingiz va bu davrda oylik maoshingiz 5 million so'mdan kam bo'lmagan. Shunday qilib, siz yana bir yil qo'shimcha stajga ega bo'ldingiz va bu staj davomida ancha yuqori maosh olgansiz. Agar siz shu qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni yoki ish joyingizdan olgan ma'lumotnomani aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga taqdim etmasangiz, may oyidagi pensiyangiz avvalgi, ya'ni bir 5 million so'm miqdorida qolaveradi. Pensiyangizni qayta hisoblash uchun ariza va tegishli hujjatlarni aprel oxirigacha topshirsangizgina, may oyidan boshlab sizning pensiyangiz sezilarli darajada, masalan, 1,8 million so'mga ko'tarilishi mumkin. Bu juda muhim farq, shunday emasmi? Kimlar qayg'urishi shart emas. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan so'ng hech qanday qo'shimcha ish staji toplamagan bo'lsangiz, maoshingizga oid yangi hujjatlar topmagan bo'lsangiz va sizning pensiyangizga ta'sir qiluvchi boshqa holatlar bo'lmagan bo'lsa, siz ushbu band bo'yicha tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Ammo shunga qaramay, men har bir kishiga o'z hujjatlarini sinchiklab ko'rib chiqishni maslahat beraman.
balki siz unutib qo'ygan, lekin pensiyangizni oshirishga yordam beradigan biror hujjat bordir. Ikkinchi muhim narsa, yangi turdagi ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordamga murojaat qilish muddatlari. Ikkinchi o'ta muhim jihat, bu turli xildagi ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlarga oid. Hukumat har yili yangi turdagi ijtimoiy yordam dasturlarini joriy qiladi yoki mavjudlarning shartlarini o'zgartiradi. Ayniqsa yilning bahor oylari bu kabi o'zgarishlarga boy bo'ladi. Sizda pensioner sifatida har doim ham pensiyangizni to'ldirib turadigan qo'shimcha nafaqalarni olish imkoniyati bor. Kimlar uchun bu muhim? Agar sizning oilaviy ahvolingiz og'irlashgan bo'lsa, masalan, oila a'zolari orasida og'ir kasal bo'lganlar paydo bo'lgan bo'lsa, sizning iqtisodiy holatingiz yomonlashgan bo'lsa, yoki siz kam ta'minlangan oila deb hisoblanadigan bo'lsangiz, yangi nafaqalarga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, mavjud nafaqalarning muddati tugagan bo'lsa va uni uzaytirish kerak bo'lsa, aprel oyining oxirigacha harakat qilishingiz kerak. Keling, misol keltiraman. Masalan, 70 yoshli bibi Dilbarxon yolg'iz yashaydi va oyiga 1-2 million so'm pensiya oladi. Uning yashash sharoiti og'ir, kommunal to'lovlarni to'lashda qiynaladi. Hukumat tomonidan kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam dasturi doirasida yangi imkoniyatlar joriy etilganini eshitgan. Bu dastur bo'yicha u oyiga qo'shimcha 300 ming so'm nafaqa olishi mumkin. Agar Dilbarxon bibi aprel oyining oxirigacha mahalla fuqarolar yig'ini orqali yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali ushbu nafaqaga murojaat qilmasa, may oyida unga bu qo'shimcha pul o'tkazilmaydi. Murojaat qilsa, may oyidan boshlab uning umumiy daromadi 5 million so'mga yetishi mumkin. Shuni unutmangki, har bir nafaqa turi o'ziga xos talablarga ega bo'ladi. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Agar siz hozirda barcha mumkin bo'lgan nafaqalarni olib turgan bo'lsangiz, ularning muddati tugamagan bo'lsa va sizning ijtimoiy-iqtisodiy ahvolingizda hech qanday o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa, siz uchun bu band shart emas. Ammo har qanday holatda ham mahallangizdagi ijtimoiy xizmat xodimlari bilan bog'lanib, yangiliklar haqida so'rashdan erinmang. Uchinchi muhim narsa, bank kartasini yangilash yoki pensiya olish usulini o'zgartirish. Uchinchi band ham hayotiy ahamiyatga ega, chunki u sizning pulni qanday qabul qilishingiz bilan bevosita bog'liq. Gap bank kartalari va pensiya olish usullarini o'zgartirish haqida ketmoqda. Kimlar bu haqda o'ylash kerak? Agar sizning bank kartangizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa yoki aprel oyining oxirigacha tugasa, siz zudlik bilan bankka murojaat qilishingiz kerak. Ko'pchilik pensionerlar buni oxirgi daqiqaga qoldirishadi. Natijada may oyida pensiya kelmagandan shikoyat qilishadi. Bank kartasining amal qilish muddati tugagandan so'ng, bank sizning hisobingizga pulni tushirish imkoniyatiga ega bo'lmaydi va pensiya to'lovlari to'xtatib turiladi. Bundan tashqari, agar siz pensiyani naqd pulda olishdan bank kartasiga o'tkazishni istasangiz yoki aksincha kartadan naqd pulga o'tishni xohlasangiz, bu o'zgarishlarni aprel oyining oxirigacha rasmiylashtirishingiz lozim. Keling, yana bir misol keltiramiz. Ota To'lqinning bank kartasi 2024 yil aprel oyining oxirida muddati tugaydi. U bu hafta biladi, lekin keyinroq boraman deb yuradi. Agar u 30 aprelgacha o'z xizmat ko'rsatuvchi bankiga borib, yangi kartaga buyurtma bermasa, may oyida uning pensiyasi, masalan, 1 million 800 ming so'm kartasiga tushmaydi. Pul pensiya jamg'armasida qolib ketadi va faqat yangi karta olingandan keyingina qayta o'tkaziladi. Bu esa sizning kunlik ehtiyojlaringizni qondirishda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi mumkin? Agar sizning bank kartangizning amal qilish muddati uzoq muddatga mo'ljallangan bo'lsa, masalan, 2025 yil yoki undan keyingi yillarda tugasa va siz pensiya olish usulini o'zgartirishni rejalashtirmayotgan bo'lsangiz, bu band siz uchun muhim emas. Lekin baribir har bir kishidan bank kartasining old tomoniga diqqat qilib, amal qilish muddatini tekshirib ko'rishni so'rayman. To'rtinchi muhim narsa, yashash joyi yoki oilaviy holatdagi o'zgarishlarni xabardor qilish. To'rtinchi masala, bu sizning yashash joyingizdagi yoki oilaviy holatingizdagi har qanday o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilish zarurati. Bu juda muhim, chunki pensiya va nafaqalarning miqdori ko'pincha oilaviy sharoitlar va yashash manziliga bog'liq bo'ladi. Kimlar uchun bu muhim?
Agar siz so'nggi paytlarda boshqa manzilga ko'chib o'tgan bo'lsangiz, ayniqsa boshqa tuman yoki viloyatga, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Shuningdek, agar sizning oilaviy holatingizda pensiya miqdoriga ta'sir qiluvchi jiddiy o'zgarishlar bo'lsa, masalan, qaramoqingizdagi voyaga yetmagan farzandlaringiz soni o'zgargan bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, bu haqda ham ma'lumot berish zarur. Bu ma'lumotlar pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Misol tariqasida ko'raylik. Olim akaga 2 million so'm pensiya to'lanadi, chunki uning qaramog'ida 2 nafar voyaga yetmagan nabirasi bor edi. Yaqinda nabiralardan biri 18 yoshga to'ldi va kollejga o'qishga kirdi. Agar olim aka aprel oyining oxirigacha pensiya jamg'armasiga bu o'zgarish haqida ma'lumot bermasa, u may oyida ham 2 nafar qaramog'idagi shaxs uchun belgilangan pensiyani olishda davom etadi. Ammo keyinchalik pensiya jamg'armasi bu xatoni aniqlasa, ortiqcha to'langan summani qaytarib olishi mumkin. Bu esa olim aka uchun kutilmagan moliyaviy muammo tug'diradi. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning yashash manzilingiz yoki oilaviy holatingizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa va sizning pensiyangiz faqat shaxsiy stajingiz va daromadingiz asosida hisoblangan bo'lsa, bu band sizga taalluqli emas. Biroq men har bir kishiga o'z hujjatlarini va holatini tekshirib chiqishni tavsiya qilaman. 5-chi muhim narsa, boshqa davlatdan olingan pensiyalar haqida ma'lumot berish yoki ikki tomonlama shartnomalar bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirish. Va nihoyat, 5-chi va ko'pchilik e'tibor bermaydigan, ammo juda muhim bo'lgan masala. Bu agar siz O'zbekistondan tashqari boshqa bir davlatdan ham pensiya olib turgan bo'lsangiz yoki shunday huquqqa ega bo'lsangiz. Bu nisbatan kam uchraydigan holat bo'lsa-da, ammo shunday pensionerlar uchun juda dolzarb. Kimlar bu haqda qayg'urish kerak? Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'la turib, ilgari boshqa bir davlatda, masalan, Rossiya, Qozog'iston, Belorussiya, Ukraina kabi mintaqi davlatlarda ishlagan bo'lsangiz va u yerdan ham pensiya olish huquqiga ega bo'lsangiz, yoki allaqachon olib turgan bo'lsangiz, bu haqda O'zbekiston pensiya jamg'armasiga ma'lumot berishingiz shart. O'zbekiston ko'plab davlatlar bilan pensiya ta'minoti bo'yicha ikki tomonlama shartnomalarga ega. Agar siz ushbu ma'lumotni yashirsangiz yoki kechikib xabar bersangiz, kelajakda jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasi ushbu ma'lumotni keyinchalik aniqlaganda, ortiqcha to'langan pensiya summasini qaytarib olishi mumkin. Misol keltiraylik. Valeriy amaki 20 yil Rossiyada ishlab, u yerdan pensiya olib keladi. Keyinchalik O'zbekistonga qaytib, O'zbekistonda ham pensiyaga chiqdi. Agar Valeriy amaki Rossiyadan pensiya olayotganligi haqida O'zbekiston pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsa, u ikkita davlatdan ham pensiya olib turgan bo'ladi. Agar u aprel oyining oxirigacha ushbu ma'lumotni rasmiylashtirmasa, pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni o'zaro almashish natijasida bu holatni aniqlab, may oyidan boshlab uning O'zbekistondagi pensiyasini qayta hisoblashi yoki to'xtatishi, hatto ortiqcha to'langan summalarni undirib olishni talab qilishi mumkin. Bu Valeriy amaki uchun ertalab uyg'onib, pensiya kartasida pul yo'qligini ko'rish kabi noxush holatga olib kelishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar siz hayotingiz davomida faqat O'zbekiston hududida ishlagan bo'lsangiz va boshqa davlatlar bilan hech qanday aloqangiz bo'lmagan bo'lsa, bu band sizga taalluqli emas. Biroq, agar sizda shu kabi shubhalar bo'lsa, yoki avvallari boshqa davlatlarda qisqa muddat ishlagan bo'lsangiz, shuningdek, boshqa davlat fuqaroligi bo'lsa yoki avvalroq bo'lgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniqlik kiritishingizni tavsiya qilaman. Istisnolar, kutilmagan holatlar va nozik jihatlar. Endi esa, aziz do'stlar, yuqorida aytib o'tilgan har bir bandda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, kutilmagan holatlar va nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Chunki hayot har doim ham oddiy qoidalarga bo'ysunavermaydi. Birinchi band, pensiyani qayta hisoblash bo'yicha nozik jihatlar. Ba'zan pensionerlar qo'shimcha staj yoki daromadni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishadi, ammo ular tekshirilganda noto'g'ri yoki qalbaki bo'lib chiqishi mumkin. Bunday holatda nafaqat rekalkulatsiya qilinmaydi, balki jiddiy huquqiy oqibatlarga ham olib kelishi mumkin. Faqatgina ishonchli va rasmiy hujjatlarni taqdim etishga harakat qiling. Hisoblash tartibi har doim ham siz kutgandek o'zgarish bermasligi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasining ichki qoidalar asosida, masalan, eng yuqori daromadlar yoki stajning hisoblash mexanizmi o'zgacha bo'ladi. Shu bois har bir holat individual ko'rib chiqiladi.
Ikkinchi band ijtimoiy nafaqalar va yordamlar bo'yicha istisnolar. Ko'pgina ijtimoiy nafaqalar faqatgina oilaning umumiy daromadi ma'lum bir me'yordan past bo'lgan hollarda beriladi. Agar sizning pensiyangiz yuqori bo'lsa yoki oilangizning boshqa a'zolari yaxshi daromadga ega bo'lsa, siz ushbu nafaqalarni ololmasligingiz mumkin. Shuningdek, ba'zi nafaqalar maxsus talablarga ega bo'ladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar uchun tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi zarur bo'ladi. Mahalliydagi byudjet imkoniyatlari ham cheklangan bo'lishi mumkin. Uchinchi band bank kartalari va to'lov usullari bo'yicha kutilmagan holatlar. Ba'zida banklarda tizimda uzilishlar yoki xatolar bo'lishi mumkin. Bu esa yangi karta berish yoki ma'lumotlarni yangilash jarayonini kechiktirishi mumkin. Shuning uchun oxirgi kunga qoldirmasdan imkon qadar tezroq bankka murojaat qiling. Agar siz pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz yoki ismingiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda bankka ham, pensiya jamg'armasiga ham xabar berishingiz shart. Aks holda kartangizni yangilashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. 4-band yashash joyi va oilaviy holat o'zgarishlari bo'yicha nozik jihatlar. Agar siz faqat vaqtinchalik, masalan, yozgi mavsumga qishloqqa ko'chib o'tgan bo'lsangiz, bu haqda darhol xabar berish shart emas. Asosiysi doimiy yashash joyi o'zgarishi hisoblanadi. Pensiya fondi sizning ro'yxatdan o'tgan manzilingizga qarab ish tutadi. Eng nozik jihatlardan biri bu oila a'zosi, ayniqsa pensiya oluvchining turmush o'rtog'i vafot etganligi haqida ma'lumot. Bunday holatda vafot etgan shaxsning pensiya to'lovlari to'xtatilishi va uning turmush o'rtog'i boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. 5-band xalqaro pensiyalar bo'yicha pitfallar. Har bir davlat bilan tuzilgan pensiya shartnomasi o'ziga xos shartlarga ega. Ba'zi shartnomalar ikki davlatda to'plangan stajni umumlashtirishni nazarda tutsa, ba'zilari bitta davlatdan yuqori pensiya olishni taqozo etadi. Valyuta ayirboshlash kurslari va xalqaro bank o'tkazmalari uchun komissiyalar ham pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Davlatlararo axborot almashinuvi bugungi kunda juda faol. Shuning uchun barcha ma'lumotlarni shaffof tarzda taqdim etish va kelajakda muammolarni oldini olish yaxshiroqdir. Amaliy tavsiyalar, aniq qadamlar. Aziz vatandoshlar, bular shunchaki gaplar emas, balki amaliy qadamlar bo'lib, sizning may oyidagi pensiyangiz taqdirini belgilaydi. Endi esa har bir band bo'yicha aniq harakatlar rejasini ko'rib chiqamiz. Qayerga borish kerak, qaysi hujjatlarni yigish kerak va nimani yozish kerak. 1. Pensiyani qayta hisoblash uchun. Qayerga borish kerak? Siz doimiy ro'yxatdan o'tgan joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Yoki mi.gov.uz orqali onlayn ariza berishingiz mumkin. Qaysi hujjatlarni to'plash kerak? Shaxsiy pasportingiz yoki itkartangiz, mehnat daftarchasining asl nusxasi va nusxasi, qo'shimcha stajni tasdiqlovchi. Agar maosh ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida yo'q bo'lsa, so'nggi 5 yil ichidagi eng yuqori daromad olingan 5 yillik ish davri uchun maosh haqidagi ma'lumotnoma. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, TMEKning yangi ma'lumotnomasi. Nimani yozish kerak? Arizada pensiyani qayta hisoblash sababini aniq ko'rsating. 2. Yangi turdagi ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordamga murojaat qilish uchun. Qayerga borish kerak? Eng avvalo o'zingizning mahallangizdagi fuqarolar yig'iniga MFI murojaat qiling. U yerda sizga mavjud nafaqalar va ularga murojaat qilish tartibi haqida to'liq ma'lumot berishadi. Shuningdek, mi.gov.uz orqali ham ariza berish mumkin. Qaysi hujjatlarni to'plash kerak? Pasportingiz, itkartangiz, oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma MFI tomonidan beriladi. Oila a'zolarining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bank kartangizning rekvizitlari, agar nogironlik bo'lsa. TMEK xulosasi. Nimani yozish kerak? Arizada qaysi turdagi ijtimoiy nafaqani olishni istayotganingizni aniq ko'rsating va unga asos bo'luvchi oilaviy ahvolingizni qisqacha bayon qiling. 3. Bank kartasini yangilash yoki pensiya olish usulini o'zgartirish uchun. Qayerga borish kerak? Pensiyangizni oladigan bankning o'zingizga yaqin filialiga boring. Agar pensiya olish usulini butunlay o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga ham murojaat qilish kerak.
Qaysi hujjatlarni to'plash kerak? Pasportingiz, itkartangiz, amal qilish muddati tugagan yoki tugayotgan, bank kartasi, pensiya guvohnomasi, agar bo'lsa, yangi bank kartasi ochish yoki pensiyani boshqa bankka o'tkazish uchun ariza. Nimani yozish kerak? Bankda bank kartamning muddati tugaganligi sababli uni yangilashni so'rayman deb yozasiz. Pensiya jamg'armasida esa pensiyamni naqd puldan bank kartasiga o'tkazishni so'rayman yoki aksincha. 4. Yashash joyi yoki oilaviy holatdagi o'zgarishlarni xabardor qilish uchun. Qayerga borish kerak? Sizning doimiy ro'yxatdan o'tgan joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Yoki Gov.uz orqali tegishli xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Qaysi hujjatlarni to'plash kerak? Pasportingiz, itkartangiz. Agar yashash joyi o'zgargan bo'lsa, yangi ro'yxatga olingan manzilingizni tasdiqlovchi hujjat, pasportdagi propiska belgisi. Agar oilaviy holat o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnomalar, nikoh, vafot etganlik, tugilish. Nimani yozish kerak? Arizada yashash joyim o'zgarganligi munosabati bilan yoki oilaviy holatimda o'zgarishlar bo'lganligi sababli deb aniq ko'rsating va tegishli hujjatlarni ilova qiling. 5. Boshqa davlatdan olingan pensiyalar haqida ma'lumot berish uchun. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz shart. Qaysi hujjatlarni to'plash kerak? Pasportingiz, itkartangiz, boshqa davlatdan pensiya olayotganligingizni tasdiqlovchi hujjat, boshqa davlatda ishlaganligingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Nimani yozish kerak? Arizada boshqa davlatdan pensiya olishim haqida ma'lumot beraman va tegishli qonunchilikka asosan pensiyamni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman deb aniq yozing. Unutmang, bu jarayonlar oddiy ko'rinsa-da, har bir qadam muhim. Agar sizning savollaringiz bo'lsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling yoki Gov.uz portalida savol-javob bo'limidan foydalaning. Eng muhimi, kechiktirmang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aziz pensionerlarim, may oyidagi pensiya to'lovlarida hech qanday kutilmagan muammolarga duch kelmaslik uchun aprel oyining oxirigacha yuqorida sanab o'tilgan 5 ta muhim narsadan sizga tegishlisini bajarishingiz shart va zarur. Pensiyani qayta hisoblash, yangi nafaqalarga murojaat qilish, bank kartasini yangilash, yashash joyi yoki oilaviy holatdagi o'zgarishlar haqida xabar berish hamda boshqa davlatdan olinadigan pensiyalar bo'yicha ma'lumot berish. Bularning har biri sizning moliyaviy barqarorligingiz uchun o'ta muhim. Oz pulingizga e'tiborli bo'ling. Bir necha daqiqalik harakat keyinchalik katta bosh og'rig'idan qutqaradi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun ushbu video ostida o'z savollaringizni, fikrlaringizni yozib qoldiring. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham siz uchun shunday muhim va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.